Dasturimiz davom etadi. Hammaga boshlangan tong, boshlangan kun xayrli bo'lsin. Suhbadam tongi musiqiy dam olish dasturining oltin an'anasiga ko'ra biz erta tongdan mehmonlarni quchoq ochib kutib olishga o'rganganmiz. Albatta, bugungi mehmonlarimiz sportchilar, qadrli do'stlar. Studiyamiz mehmonlari MMA bo'yicha xalqaro musobaqalar g'olibi Hoji Akbar Norqo'ziyev va Ziraxon Hasanova hamda ularning murabbiylari Feruza aka Mansurovlar bugun studiyamizda mehmon bo'lib turishibdi. Assalomu alaykum yana bir karra. Erta tongdan studiyamizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Endi biz Feruza akamizni ko'p o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ko'rganmiz. Endi bilasiz, hozirgi paytda eng ommalashib borayotgan sport turlaridan biri qolaversa, o'sha bilasizmi, bolalar o'smirlik yoshlarida hammasi shu MMA janglarini ko'rishadi. Ularda qanaqadir bir bu sport turi boshqacha xarakter uyg'otyapti. Bu o'zi sport turi qanday o'sha O'zbekistonda qachon paydo bo'ldi-yu, bolalarning bu sport turiga bo'lgan reaksiyasi, munosabat qanaqa? Avvalo assalomu alaykum. MMA sporti O'zbekiston Respublikasida 2019-yil tashkil topdi. Unga qadar ommalashgan edi O'zbekistonda, lekin ofitsialni, ya'ni rasman 2019-yil e'lon qilindi. Va quvonarlisi shundaki, 2025-yil oktyabr oyida bizda MMA assotsiatsiyamiz Ichki ishlar vazirligiga biriktirildi. Bu degani shu chempionlarni, yaxshi o'ringa xalqaro musobaqalar g'olib va sovrindorlarini Ichki ishlar vazirligiga ishga taklif qilish, ish bilan ta'minlash yosh sportchilarni, bunisi ham katta quvonarli bo'ldi. Feruza aka, mana yoningizda ikkita shogirdlaringiz o'tirishibdi. Ikkalarni ham hozir masalan jahon chempionati musobaqalari ishtirokchilari, kerak bo'lsa o'sha O'zbekiston chempionati ishtirokchilari. Bularning darajalari haqida ham o'zingiz bir to'xtalib o'ting. Endi avval Norqo'ziyev Hoji Akbardan boshlasak, 2019-yil kelgan, o'sha 2-sinf, 3-sinfligida aynan shu oluvchi yosh hisoblanadi. Bizda aytish joizki, bolalarni 4-5 yoshidan boshlab bersa bo'ladi sportga. Ularning nagruzka oshiqcha nagruzka kerak emas. 4-5 yoshidan MMA ga bersa bo'ladi deysiz. Bo'ladi, chunki hozir men buni aytib o'taman sabablarini. Hoji Akbar ilk bor kelganidan keyin 1 yildan so'ng respublika chempioni bo'ldi. 2020-yil respublika va 2020-yildan boshlab hali musobaqalarda O'zbekiston chempionatlarida yo viloyat chempionatlarida yutqizmagan bola. 2023-yil Rossiyani Ufa shahrida Yevroosiyo o'yinlari bo'ldi. O'shanda 2-o'rin sovrindori bo'ldi. 4 karra O'zbekiston chempioni va ko'plab xalqaro musobaqalar g'olibi. Qoyil. Endi Hasanova Vaziraga keladigan bo'lsak, bu qizimiz albatta tushunasiz, sportda qiz bolani uzoq qolishi bu juda qiyin. Juda bir oilaviy tomondan shu maktab jamiyatimiz ham hali qabul qilishga tayyor bo'lishmaydi ba'zida. Qolaversa shu MMA sportini, imini, qizlarni jangini jamiyatimiz salgina qabul qilishi qiyinroq. Lekin shunga qaramasdan 2 karra O'zbekiston chempioni, jahon chempionati qatnashchisi. Jahon chempionatida bunga medalga umid bor edi, lekin o'sha amaldagi jahon chempioni juda tajribali serbiyalik qizga tushib qoldi birinchi jangida. Endi bu sport, hali bu bilan to'xtab qolmaymiz. Lekin baribir men Vazirani ham endi hozir eslayapman, o'sha janglarning videolarini ko'rgan ekanman. Ko'rgansiz-a? Muxlislik qilganman. O'zi jahon chempionatiga yetib borishni o'zi bu katta gap. Lekin endi baribir tajriba gapiradi, to'g'ri aytasiz. Endi navbatdagi uchrashuvlarda, navbatdagi janglarda albatta Vaziradan shu oltin medalni kutib qolamiz. Lekin mana hozir ham Zayndan aka qo'limda juda ham ko'plab shu medallar. Mana meni qo'limda ham. Sizda ham bormi? Menda Vazira medallari. Endi Hoji Akbarga men savol bermoqchiman, mana medallarni ko'rsatish asnosida. Hoji Akbar, MMA o'sha sportning meni nazarimda, yana bilmadim, sportning ancha shafqatsizroq turi hisoblanadi-da. Karateda yo taekvondoda, hattoki boksda ham kuchli zarbalar, travmalar olish ehtimoli yuqori. Lekin MMAda o'sha jang ancha shiddatli, garchi ayovsizroq kechadi. Ayovsiz masalan, u yerda raqibga garchi jangdan oldin hurmat bilan yondoshilsa,
garchi do'stona bo'lsa, lekin jang payti haqiqiy raqibga aylanishadi. Yani qoidalar shu narsa sizni kamroq qo'rqitmaganmi? Nimaga MMAga kirib kelgansiz? Kimdir sizga turtki bo'lganmi uydagilar? Bolam, shu sport tanlaysanmi, taklif berishganmi? Qanaqa kirib kelgansiz bu yoqqa? Qarindoshim birinchi kelgan, keyin men unga qiziqib, MMAga. MMA qiziqib kelganman. Hech afsuslanasizmi shu sport turiga kirganingizga? Yo'q. Mana bu Masalan, janglardan zarba keyin o'tkazib olgan paytlaringiz, mana shunaqangi kaltaklarni yemasam bo'lardi. Bu menga travma olgan paytlaringiz bo'lgan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Ha. O'sha paytlari Yo'q. bekor tanlagan ekanman degan. Yo'q. Bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmagan. yaxshi, endi natijalar yaxshi-ku, endi unaqa afsuslar endi bo'lishi mumkin, endi mag'lub bo'lgan vaqtda yoki zarbalar qattiqroq ketib qolgan vaqtda. Buni oldingizga yuborib turishim kerak-da, sasa suxandonlik bu. Ha, bo'ladi. Mana marhamat. Efirdan keyin ham bemalol. Xo'p, endi Vazira bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Vazira o'zi yuqorida ustozing juda ham to'g'ri aytib o'tdilar. Qizlarning sportga kirib kelishini endi O'zbekistonda qo'llab-quvvatlashni boshlashgan, lekin MMA yo'nalishi bo'yicha biroz qiyinroqda. Uydagilar qanaqa bir munosabat bildirishgan? Uydagilar ham qo'llab-quvvatlashadi. Hamma taraflama yordam berishadi. Undan tashqari trenerim har doim yonimda. To'g'ri yo'l ko'rsatadi, nafaqat sportda, balki hayotda ham. Ayni vaqtda hozir maktab o'quvchisimisiz? Yo'q, maktabni bitirdim. Maktab bitirgansiz, lekin atrofingizdagi yigitlar menimcha birozgina qo'rqib tursa kerak. Shunaqami? O'zi bu sportda qizlarning ulushi qanchalik yuqori, Feruz aka? Endi hozir shuni aytib o'tish joizki, MMA sporti 2028-yil Olimpiada programmasiga kiritildi. Ya'ni Olimpiada sport turlariga kirishiga juda yaqin qoldi. 17 yoshgacha bo'lgan yoshlarimiz o'rtasida hozir shafqatsizlarcha urush turlari, sport turlariga kiradi dedilar, ammo 100 ga urush yo'q 17 yoshgacha bo'lgan yoshlar ichida. Garchi MMA-da. Ha, MMA-da garchi yotganda urush 14 yoshgacha tananing hech qaysi qismiga urush mumkin emas. Ya'ni kurashni ko'proq va shu og'ritish usullarini ko'proq, bo'g'ish usullarini e'tibor bergan. Stoykada endi jang bo'ladi. Lekin 100 ga urush yo'q. 18-21 yoshlilar o'rtasida ham ma'lum bir cheklangan shtobi sportchilarning travma olmasligi. Uni bizda MMA'ni yangi yaqinda 46-sonli Assambleya Osiyo o'yinlari, Osiyo va Paralimpiada o'yinlarida muhtaram prezidentimiz ham ishtirok etdilar. Aynan o'shanda ilk bor MMA'ni представительlari ishtirok etishdi va 2026-yil Osiyo o'yinlarida rasman MMA sporti kiritildi. 2026-yilda. Endi shogirdlarga savolim, shogirdlar, masalan, Hojakbar, Vazira, shu jangga chiqayotgan paytda jangchi o'sha boksda bo'ladimi yo boshqa sport turida bo'ladimi? Ko'proq shu raqibni qaysi uslub o'sha o'rgangan uslublari bo'yicha mag'lub etish uni birinchi darajali vazifasi bo'ladi, maqsadi bo'ladi. Garchi o'sha paytda ustozni qanaqadir o'sha gaplari yodingizda turadimi yoki bo'lmasam yonida o'sha sekundant deymiz, trenerni gaplarini ba'zan eshitishmaydi. Xuddi nimadir deb qo'llab turadi. Eshitma o'sha paytda xayol nimada iborat bo'ladi? Shu faqat jangda bo'ladimi yoki ikkinchi e'tibor bilan o'sha sekundant deb eshitiladimi? O'sha murabbiyni o'sha tavsiyalarini eshitib boriladimi? Murabbiyni nimalari eshitilib boradi. Eshitiladi? Eshitsangiz gapga chalg'isangiz keyin jang ikkinchilarga tushib qolmaydimi? O'sha tomonni rosa ko'p o'ylayman, masalan, jang paytida. Mana shu strategiya, jang strategiyasi deyiladi. Albatta shogirdni shu darajada shunday tayyorlash kerakki, jang vaqtida sizda eshitsin. Chunki mahoratli sportchi bo'lgani bilan jang vaqtida baribir trenerga bilinadi. Ha, demak jarayonni tashqari tomondan kuzatib tashqari tomondan kuzatilsa, Hojakbarda shu narsa borki, endi nima desak, ozgina maqtasak, ilohiy talant bor bolada. Bunday sportchilar 100 da 1000 da emas, millionda bitta uchraydigan ilohiy talant bo'ladi. Har bir kelgan sportchini talantini o'z vaqtida trenerlar ham ilg'ash kerak. Bilish kerakki, nimada ishlash. Talantli bola keladi. Talant albatta yaxshi, lekin mehnati ham 1% talant bo'lsa 99% mehnat bilan erishiladi. 1% talanti bor, mehnati ham nimasi? Shunga yarasha.
shunga yarasha. Yaxshi. Vazira, siz ustozni qanaqa o'sha nima deydi, o'giti bilan o'sha jangga chiqib borasiz? Natija qilish kerak, harakat qilish kerak. Sportga kirdimmi, nimagadir erishish kerak. Quloqingizga yangrab turadimi o'sha? Eshitib turadi. Tashqaridan ko'rinib turadi, ochiq joylari. Keyin ustozimiz aytadi, shunga ishla deydi. Shunga qarab harakat qilamiz. Feruz aka, bu MMA jang, o'sha MMA sport turi hozirgi paytda ancha rivojlanib boryapti. Ko'p yoshlar, o'smirlar qiziqib borishyapti. Zominni qaysi hududida joylashgan bu? Endi mehmonlarimiz yana bir bor aytib o'tamiz, Zomindan mehmonlarimiz. O'sha tayyorgarlik jarayoni, mashg'ulotlar qayerda o'tkaziladi? Bizda zalimiz, asosiy va moddiy baza nimamiz, sport zalimiz Zomin tumani 60-maktabida. Xususan 60-maktab haqida gapiradigan bo'lsak, muhtaram prezidentimiz tahsil olgan maktab hisoblanadi. 3 ta katta sport zaldan iborat. Bitta zali shu to'garak zallariga ixtisoslashtirilgan zal hisoblanadi. MMA va badiiy gimnastika o'tiladi u zalda. 250 nafar shogirdim bor. Gruppalarga taqsimlangan shogirdlar, yoshlarga taqsimlangan va bitta kechki zbor gruppamiz bor. U zbor gruppamizda shu chempionlar, talantli bolalar yig'ilgan. Shu bois bilan fursatdan foydalanib 60-maktab ma'muriyatiga, direktoriga bemalol salom yo'llab qo'ysangiz bo'ladi. Ravshan aka Boyirovga assalomu alaykum deymiz. 60-maktab kollektivimizga, hammalaringga kunda yaxshi boshlanglar. Bizni ko'rishib turishibdi albatta. Hammalari kollektiv, biz yondashamiz. Shu sport bo'ladimi, ma'naviyat, madaniyat har biridan 60-maktab shu viloyatni oldi maktablaridan hisoblanadi. 1 2 3 ta yuradi. Har tomonlama bizning maktab. Juda ham ko'plab iqtidorli o'quvchilar bilan, yoshlar bilan tanishganmiz ayni maktabda va bugun ham xursandmiz. Aynan MMA yo'nalishi bo'yicha mana qizlarimiz yuqori natijalarga erishayotganidan, hali yosh bo'lishiga qaramasdan mana yigitimiz haqida ham iliq fikrlar aytib o'tildi murabbiy tomonidan. Endi har bitta ota-ona xohlaydi qaysi yo'nalishda bo'lishidan qat'iy nazar farzandi sog' va salomat yaxshi yutuqlarga erishib, kelajagi ham yorqin bo'lishini. Ayni fursatlarda bizni juda ham ko'plab ota-onalar tomosha qilishyapti. MMA sport turiga qabul qilinishda ham qaysidir bir qobiliyatlar yoki qaysidir bir jihatlar inobatga olinadimi? Yo'q, farzandingiz bu yo'nalishga to'g'ri kelmaydi deb qaytarib yuborgan bolalar ham bo'ladimi? Yoki bo'lmasam shunaqa talablarimizga javob berish kerak degan bir joylari ham bormi Feruz aka? Shunga ham to'xtalib o'tsak. Endi ozgina salgina nima qilib aytsak, sport turi, MMA sport turi, umuman bu sport turi akamiz boshida aytganlaridek xavfli sport turlaridan albatta hisoblanadi. Sizga kelgan bolani faqat jang turlarini o'rgataversangiz, trener faqat jangni o'rgatsa, bola absolyutni buzilib qoladi. Kelgan bolaga avvalambor tarbiyani o'rgatishimiz kerak. Oilada qanday tutyapti bola o'zini, maktabda qanday tutyapti, jamoat joylarida qanday tutyapti. Bu eng muhim pag'ona mana shu. Va o'qishiga e'tibor berish kerak. Bolani sport deb o'qishni tashlab qo'ymaslik kerak. Yo, o'qishni deb sportni tashlab qo'ymaslik kerak. Ikkalasi chambarchas bir-biriga bog'liq hisoblanadi. Chunki hozirgi dunyoda bo'lib turgan kasalliklarni oldini oluvchi bu faqat sport hisoblanadi. Shu ayollar, erkaklar hozir ko'rsangiz semirish juda ko'p nima ommalashgan, shunda fitness sport turlari ba'zi. MMA sportiga keladigan bo'lsak, MMA sporti bu albatta talant, ilohiy talant baribir talab qilinadi, lekin baribir kelgan bolaga shu qaraymiz. 4 yosh, 5 yoshidan o'zini shu nagruzka beradigan yoshlari bo'ladi. Etapma-etap 10-11 yosh, 9-10 yosh, 12-13 yosh, 14-15 yoshidan bolaga maqsad qo'yamiz. Davay, sen 14-15 yoshsan, endi mana bu yutuqlarga erishishing kerak. 16-17 yoshda yaxshi yutuqlarga ega bo'lib, erta oliygohlarga va mana hozir organ sohasiga ishga kirishingga yo bir yetuk bir jangchi bo'lishingga bu katta yordam beradi. Chunki Feruz aka prezident
o'tkazgan yig'ilishda aynan sportchilarga alohida bir to'xtalib o'tdilarda, o'shanda sportchilarni endi mayli yutuqlari alohida tilga olingandan so'ng sportchilarni ba'zan o'sha qanaqadir o'sha ko'cha nimalarga aralashib qolishi haqida to'xtalib o'tdilar. Masalan, sportchilarchi bo'lgandan keyin sportchidan baribir xohlaysizmi yo'qmi, uni sport texnikasi yuqori, boshqa tomonlama deyishadi. Oddiy sport bilan shug'ullanmaydigan xalq birozgina hayiqish bo'ladi sportchilarga nisbatan. Va aytmoqchiman, hozir masalan Hojiakbar yoshidagilar, o'smir yoshidagi bolalarda o'sha sport bilan shug'ullanib, tanasi kuchga to'lgan paytda ko'cha kuyda yurgan paytda ham o'zida qanaqadir ishonch yuqoriroq bo'ladi-da, ba'zi joyda qanaqadir kelishmovchilik qilsa, o'shani darhol kuch bilan bostirishga harakat qiladi, kuch bilan javob berishga harakat qiladi. O'sha bo'yicha ham masalan o'zingiz shogirdlaringizga qanaqa bir yo'nalishlar berasiz? Kuchni ko'chada ishlatish kerak emasmi yo nima qanaqadir tavsiyalar berasiz? Menimcha bu sportda birinchi o'rinda turadigan narsa. Endi sport bilan har qanday sport bilan shug'ullangan insonda qo'li, oyog'i bu sovuq qurol hisoblanadi. Chunki zarba ko'tarib yurmagan, urushni bilmagan, yiqilishni bilmagan insonda sportchi qattiq travma yetkazishi, xudo ko'rsatmasin, o'lim bilan ham tugab qolish holatlari bor. Bu narsa bo'lgan. Mani shogirdlarimda ichida endi yangi trenerligimda bo'lgan, lekin hozir bunga yo'l qo'ymaymiz. Chunki kelganda ota-onalar bilan men qattiq olaman tarbiyaga, bolangiz urushmasin, urushsa 1-2 marta baribir kechiramiz. Birinchi qilingan xato sani xatoing hisoblanmaydi. Ikkinchi marta, uchinchi martada o'sha chetlashtiramizki, bolani agar chetlashtirsangiz, yosh bola ko'chada urushdimi, chetlashtirsangiz, u ko'chada ham urush olmaydi keyin. O'sha sport bilan shug'ullanmadimi, bola urush olmaydi. Ko'cha janglariga keladigan bo'lsak, bor shunday sportchilarimiz, ularni endi shu rus tilida aytadigan bo'lsak, окружение deydi. Shularning o'rtoqlari qanday? Meni ijtimoiy tarmoqlarda, Instagramda bir video qo'yganman, shu sportchilarni nima desa, ishkal, razborga chaqirmanglar. Bir-biriga hozir vizov tashlash, men sen bilan jang qilaman degan narsa u misolchi sizlarga uzoq u. Yo'q, u nima desam bo'ladi? Qo'shtirnoq ichidagi bayroqbardorlar, qo'shtirnoq ichidagi, rasman sportchilar emas ular. Yo'q, O'zbekistonimizni hamma zamonda Amir Temur, Jaloliddin Manguberdidan boshlab hozirgi zamonda Diyorayu bahodirlari, Rishod Sobirov, shu Diyora Keldiyorovadagi qizlarimiz, Bahodir Jalolov, mana Olimpiada chempionlari Artur Taymazov, Abdulla Tangriyevlarday sportchilarimiz yetarli O'zbekiston. O'zbekiston dunyo miqyosida kuchli 20 talik olimpiadaga kiritiladi. Hech qachon bular hozir menga jang ber, bu tarbiyasizliklar, har xil gaplarni olib borish bizga tegishli emas. O'zini hurmat qilgan sportchini bizning millatga ham tegishli emas. Endi guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Hozir shularni ko'proq kuzatadigan bo'lib qolgan. Endi nima deymiz? Bizda lekin amalda bajaramiz. Shogirdlarni shundayki, lekin ularni ko'rib hozir O'zbekiston xalqimiz haqiqiy jangchi va o'sha qo'shtirnoq ichidagi jangchilarning farqiga borib qoldilar. Feruzaga shogirdlar bilan faxrlanib yurish bu ustoz uchun baxt hisoblanadi. Kelajakda yaqin orada yana qanaqangi musobaqalar oldinda kutib turibdi? Oldinda 2026-yildan yangi sahifa, O'zbekiston MMA olamida yangi sahifalar boshlandi. Ya'ni grappling, pankration va MMA sport turlarini birlashtirib MMA assotsiatsiyasi bo'ldi. Bularning o'zlarining yo'nalishida mana endi Osiyo o'yinlarini saralash bosqichlari boshlanadi. Shu endi asta-asta olimpiadaga qarab ketiladi bu sport. Shu musobaqalarimiz O'zbekiston chempionatida 7-fevraldan 11-fevralgacha birinchi grappling musobaqasi bo'lib o'tadi. O'shanda shogirdlarimiz hozir 20-yanvardan boshlangan zbor ketyapti hozir. Barcha yosh turlarida, barcha vaznlarda biz Zominda juda ko'p shogirdlar bo'lganligi sababli har bir vaznda ikkitadan sportchilarni biz to'liq tarkibda tayyorlayapmiz. O'g'il qizlarni. Qizlar yetishmovchilik bo'lishi mumkin ba'zi vaznlarda, lekin o'g'il bolalar to'liq tarkibda. Kelgusi mana shu 2026-yil jahon chempionatlarini barcha yosh toifasi, barcha vaznlarda Zomin qatnashadi degan umiddamiz. Zominda Jizzaxni sha'nini himoya qiluvchi, rahmat. Albatta bizning viloyat bitta nimamiz O'zbekistonda sha'nini himoya qilsin bolalarimiz.
boshida aytib o'tganimdek, avvalo tarbiya, ta'lim, sport birinchi darajali emas, ikkinchi darajali emas, hayot obraziga aylantirish kerak bu bolalar. Salomat bo'ling. Yashang. Feruz aka va mana shogirdlar, alohida rahmat, qimmatli vaqtinglarni ayamasdan bugun erta tongdan studiyamiz mehmoni bo'lganingiz uchun. Shu yaqinda turgan, oldinda turgan musobaqalarda shu sizga, shogirdlaringizga, jamoaga omad tilab qolamiz. Bular nafaqat Zomin, nafaqat Jizzax, haqiqatan ham siz aytgandek O'zbekistonning sha'ni, O'zbekistonning obro'si, O'zbekistonning g'ururini ustun qo'yuvchi insonlar, sportchilar. Va albatta hali yana ko'p o'sha g'alabalar bilan mana shu studiyamizda yana yaxshi natijalar bilan ko'rishni niyat qilib qolamizda. Hozircha endi suhbatga yakun yasaymiz. Azizlar, bizni oldinda Texnoolam yangiliklari sahifasi kutib turibdi. Dunyoda sodir bo'layotgan texnika bobidagi eng so'nggi yangiliklar, eng so'nggi o'sha ishlanmalar